Dunyo siyosati tarixida ayrim voqealar bor. Ular butun mintaqani o'zgartirib yuboradi. Bugun Yaqin Sharqda sodir bo'layotgan jarayonlar ham ana shunday tarixiy burilish bo'lishi mumkin. Ko'p yillardan beri davom etib kelayotgan Isroil va Falastin o'rtasidagi mojaro yana global e'tibor markaziga chiqdi. Ba'zi tahlilchilar shunday savolni qo'ymoqda. Yaqin kelajakda mintaqada yangi mustaqil Falastin davlati paydo bo'lishi mumkinmi? So'nggi yillarda xalqaro siyosatda katta o'zgarishlar kuzatilmoqda. Turli davlatlar Falastin masalasiga yangicha qaray boshladi. Ba'zi mamlakatlar Falastinni mustaqil davlat sifatida tan olish haqida ochiq gapirmoqda. Bu esa Yaqin Sharqdagi siyosiy muvozanatni asta-sekin o'zgartirishi mumkin. Ko'plab ekspertlarning fikricha, agar xalqaro bosim kuchaysa va diplomatik jarayonlar jadallashsa, tarixda yangi sahifa ochilishi ehtimoldan xoli emas. Falastin tarafdorlari uchun bu orzu o'nlab yillar davomida yashab kelgan umid edi. Ular mustaqil davlat, o'z chegaralari va xalqaro tan olinishi haqida gapirib kelishadi. Ammo boshqa tomondan bu masala juda murakkab. Hududiy tortishuvlar, xavfsizlik masalalari va siyosiy kelishmovchiliklar hali ham katta to'siq bo'lib turibdi. Shunga qaramay, dunyoda ko'plab siyosiy jarayonlar shuni ko'rsatadiki, tarix ba'zan kutilmagan burilish qiladi. Yaqin Sharqda ham aynan shunday vaziyat yuz berishi mumkin. Agar diplomatik kelishuvlar amalga oshsa, xalqaro hamjamiyat yangi davlatni tan olsa va hududiy muammolar hal qilinsa, dunyo xaritasida yangi davlat paydo bo'lishi ehtimoli bor. Bu esa butun mintaqa siyosatini o'zgartirib yuborishi mumkin. Savol esa hanuz ochiq qolmoqda. Bu haqiqatdan ham tarixiy o'zgarishning boshlanishimi yoki bu faqat siyosiy bahslarning navbatdagi bosqichimi? Bitta narsa aniq. Yaqin Sharqdagi voqealar hali uzoq vaqt davomida butun dunyo e'tibor markazida bo'lib qoladi. Va ehtimol biz hozir tarix yozilayotgan davrda yashayapmiz.